Mana bu xom g'ish bo'ladi, qadrdonlar. Mana bunisi esa pishgan g'ish bo'ladi. Bu g'ishda hozir akalarimiz quyishdi. Mana ko'rib turibsizlar, bu yerda quriydi. Mana buni esa 1000 gradusda pishirishgan. Sifati qanday deganlarga, sifati zo'ridan bo'ladi. Bu yerda xolasangiz xom g'ish ham sotilaveradi ekan, narxi 400 so'm. Xolasangiz pishgan g'ish ham bor ekan, narxi 840 so'mdan vodiy bo'yicha yetkazib berishyapti ekan. Mana buni esa Bag'dod Rishton olti tariq bo'yicha yetkazib berishadi. 400 so'm, dastavkasi alohida kelishilgan narxlarda bo'ladi. G'isht ovozini eshitasizlarmi? Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, shunaqangi sifatli g'ishtlar vodiy bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. Razmeri 25-12 cm da. Xudo xolasa bu yerda yil 12 oy pishgan g'ish bo'ladi ekan. Akalarimiz o'zlarining transportlari bor, vodiy bo'yicha yetkazib berishaveradi. Pishgan g'ishlarimizning narxi 740 so'm, Farg'onaga 920 so'm, Andijon Namanganga 950 so'mdan yetkazib berishyapti ekan. Manzil Farg'ona viloyati Bag'dod tumani, Lenin qishlog'idan bo'lyapti. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bitta otib ko'rsatib qo'yamiz buni. Hop. O, zo'ridan bo'ladi ekan. Like bosishdan chiqmasin.